Assalamu alaykum do'stlar. Men Buloqchan bo'laman. Hozir sizlarga mushu Disqaz 2.5 sistemasidan foydalanib, bunday qurish askiniga davomli so'zlab o'tsak, Allohdagi dars so'zni misal uzun vaqt yeshib ketdi. Bu vaqtning qisqasi mana hozir do'stlar ko'rib turibdi. Soatning o'zimi 1dan 9 debdi. Shundoq bo'lsa darsimizni davomli shu so'zlab o'tildi. Endi bu soat darsdan boshlab so'zlaydiganimiz munbarniki boshbat qismini qarashtirish bo'ldi. Boshbat qismini qarashtirish bo'ldi. Ya'ni mushu yuqorida do'stlar ko'rib o'tgan hozirgi mushu buloqcha munbirniki boshbatiga o'xshash boshbatdan birini qurashtirib chiqamiz. Boshbat qurashtirishdan avval biz oldingi qatam munbarniki oqibat boshqarishni so'zlagan vaqtning o'zida mushu munbarniki boshbat qismini echish usulini biz so'zlab o'tgan. Ya'ni turdashda qurgan bektidan boshbat qismini ochmagan bo'lsa, oqibatga kirgandan keyin turdashlarimiz cho'qim chuanju degan turga kirib, nima men to'xtala buni topayli oldindan. Ma'zarat yangoning to'g'ri. Bekatlardan ma'lumdan manxu, ya'ni darvoza degan turni cho'qim chudon qilib o'tamiz. Mush turni chudon qilib o'tsak, undan keyin bekatniki boshbat qismi ochiladi. Amsa buni yasashga boshlab ketdilar. Aldı bilan biz buni yasash uchun bekatning DIY tahrirlash bo'limiga kirib, buni butunlay DIY bo'lakdan baylanib qurashtirib chiqamiz. Buning uchun üst qismdagi DIY degan xatni bossak bo'ldi. Hozir boshbat qismi ochildi. D bilan qo'zg'atilgandan keyin biz bu o'rindan oliy holatga tangshash degan turga kiramiz. Muzikani biz muzika to'xtatib chiqmayotdi. Biz oldindan D bilakni chiqarib olaylik. Bo'ldi. Do'rdashlar hozir qilgan mashg'ulotni ko'rgan bo'lishi mumkin. Biz o'rindan 3 bulon belgisini chekish orqali chiqarish degan turni bosib bekitimizniki biz boshbat qismini chiqarib oldik. Buni men yasash jarayonida sizlar o'tib bo'lgandan keyin asli boshbatni akirib qo'yman. Endi undan keyin o'rindan quruqlash degan turni bosib men barliq debilaklarni taqdim. Endi men buni saqlab o'tay. Saqlab o'tgandan keyin qaraydigan bo'lsak, faqat bir tanlam rasm bor. Bu rasm nimishqa o'chmaydi desa, bu DIY bilak emas. Bu bekat üst qismiga qo'yilgan e'lon. Mana o'ran üst qismiga qo'yilgan e'lon. Shunga bu o'chmaydi. Endi siz darsimizni boshlab ketsak, oldindan DIY bilakni ochgandan keyin bu o'rindan oliy holat degan turni chekamiz. Bu yoqqa qaraydigan bo'lsak, yuqorqidek 3 ta tanlashtiruv bor. Buning birinchisi ramka, ya'ni boshlash tizimniki. Bu yerda 2 tur bor. Buning birisi ramka qo'shish, yana birisi bilak qo'shish. Amniyat qaraydigan bo'lsak, bu ikki turga bu ikki tur, birisi mushurumka, yana birisi mush bilak turi shu. Biz mushurundan foydalanib bekatning boshbatini qurashtiramiz. Qurashtirishda chuqum eng oldi bilan qurash qiladigan ishimiz bekatga ramka qatimiz. Endi men ma'lum iqtilarini bir qo'sh so'zlab o'tsam, ammo o'rindagi 100% ramka degan gapning o'zi mushurun qistirgandan keyin butun to'liq bir ekran oldida keldi. Masalan, men mana so'rab akirib qo'yay mana. Qaraydigan bo'lsak, bekatningki ma'u ikki tarafga tapmutan keldi. İkinci birisi birde bir nisbat, yani ko'rinishini chiqib turdi. Mushu bir qo'rningizni ikkiga bo'lib berdi. Mana. Qaraydigan bo'lsak, buningki o'ng tarafi yarimlak, sol tarafi yarimlak. Bu yerga tema yoki rasm tushirilgandan keyin tang o'tirdan ikkiga bo'linib, burunda ko'rinadi. Ma'ning o'zi birda ikki nisbat. Ya'ni munbarningki umumiy bir bat yuzini 3 bilakka bo'lib, buning bir tarafini solga yeb qoldi, ikki tarafi o'ngda chiqadi. Ya'ni bir tarafi tar, qolgan ikki tarafi keng bo'lgan holatda mushuni tanlaymiz. Bu bir xil ram qilib, yana birisi bu 2'de 1 nisbat. Ama oldingisiniki ta'dil ko'rinishi, undan keyin 3'de 1 nisbat. Ya'ni 3'de 1 nisbat degan gap mushu bekatningki butun bir bat yuzini 4 bilakka bo'ldi. 4 bilakka bo'lib, sol bo'lgida faqat bir bilak chiqdi, 3 bilakning o'zini birlashtirib birdan ram ko'rini chiqarib berdi. Ma'ning o'zi shuning aksi qismi. Undan keyin 3 bilak. Bu doim odatda bekatga hamkorlik e'lon rasmi qo'yishda ishlatiladigan bilak, 3 bilak.
Ya'ni masalan buni qisib olgandan keyin qaraydigan bo'lsak, bu o'ringa 3 parcha bilak qistirishqa yoki 3 qur yozma yoki 3 parcha rasm qistirishqa bo'ldi degan gap. Uni keyin ma'noning birisi tab ramkasi. Bu tab ramkasi odatda bu harakatchan ramka bo'lib, ko'pincha odatda munbar chulpanlari deymiz va boshqa. Masalan, har xil yangi tema, yangi tema deganlarni ishlatish uchun qo'shsak bo'ldi. Hamda bundan boshqa ba'zi bir to'rdoshlarniki biz 4 ramka qatib olganligini ko'ramiz. Endi bu 4 ramka qanday qisdirildi desa, oldin biz bekatga 2 ramkadan birini qisdiramiz. Qaranglar. 2 ramkadan birini qisdirdik. Undan keyin akilib hozir bu 2 ga bo'lindi bir qur. Shundaqmi? Undan keyin biz mush 2 ramkaning o'zini so'rab akilib mana qaranglar. Birinchi ramka ichiga qarsak, birinchi ramkaning o'zi 2 ga bo'lindi. Demak, ma'runda 2 ramka, ma'runda 1 ramka, 3 ramka bo'ldi. Undan keyin ma'ning o'zi yana bir so'rab akilib, bu yerga yana 1 ramka qolsak, demak, ma tarafda 2, ma tarafda 2 jami qancha ramka bo'ldi? 4 ramka. Demak, musu bir batning o'zi tang 4 bilagi bilib, 4lisini tam qilib chiqarib turdi. Mushulni baylanib, qaytishqa bo'ldi, 4 quruliq rasm o'rnini musuldan baylanib qaytib chiqaramiz. Mana bu ramkaning asosiy xususiyati. Undan keyin bilak modeli bor. Ya'ni biz oldindan chuqum ramka qistiramiz. Bu ramka qistirganda to'rashlar deb qo'yildi. Ramkaning ichiga ramka qaytishqa bo'ldi, yana birisi bekatninki bilak modeli. Endi bu bilak modeli degan nimasi? Ramkaning ichiga kirgizilgan mazmun. Qaraydigan bo'lsak, bu tuanlikdek bir nechta turga bo'linadi. Buning birinchisi munbar turi. Munbar turi qaraydigan bo'lsak, faoliyat turi. Ya'ni bekatga faoliyatga qaratilgan gap. Ikkinchi birisi sayfi turi, yozma turi, tovar turi. Bu nimasi? Faoliyat turi deganda bekatdagi faoliyat temalarni yo'llagan o'rindagi mazmunlarni ko'rsatgan bilakni biz mushuni chiqaramiz. Ikkinchi birisi sayfi turi. Bu tur tanlab chiqilgandan keyin biz mushtur qurilgan o'ringa bekitimizga o'zimiz tanlab bergan va yoki barliq sayfa ismlarini mushunga chiqarib berdi. Undan keyin yozma turi. Bu yozma turi eng ko'p ishlatiladigan tur. Bu yozma turda yangi tema, yangi inkaslik tema, nadir tema, avvat tema, ko'p ko'rilgan tema qatorliq yozma munosabatli bo'lgan undagi rasmiy tema deymiz. Hammasini shu yozma turi degan turdan qo'llanamiz. Keyingi birisi tovar turi. Bu munbarga tovar shaklida yo'llangan temalarni ko'rsatib berish uchun ishlatilgan bilak. Ikkinchi bir bilak ko'rgazma turi. Buning birisi tinch bilak turi. Tinch bilak turidan birini qo'yib ko'rib boqaylik. Bu nihoyat ko'p ishlatildi. Qaraydigan bo'lsak, mana birinchisi bekat e'loni. Ya'ni bu bekatga uqtirish orqali chiqarilgan e'lon. Undan keyin to'g'risiq rasm. Ya'ni bekatga hamkorlik e'lon rasmi qistirgan. Undan keyin HTML bilak. Undan keyin sayfi mundarijasi. Do'stlarni olinish, ya'ni bekat boshqarish uchun qo'shilgan do'stlarni olinishlar. Undan keyin Google e'loni. Undan keyin bilish siziqi. Ya'ni ikki bilakni o'zaro ayirish uchun ishlatilgan siziq. Undan keyin izlash ramkasi bekatning. O'zini izlash ramkasi shuni chiqarib berdi. Tur uchurlari. Undan keyin sandan statistikasi, ya'ni bekatdagi tema, a'zo qator arxivlarni statistikalab beradi. Undan keyin sin bilak. Bundan keyin darsga davomli so'zlab o'tamiz. Undan keyin e'lon turi. Bu e'lon turi deganni qistirib qaraydigan bo'lsak, mana yuqoridagi bir tur chiqdi. Bundan birisi bekat bildirgisi. Bekat bildirgisi. O'sha bir lam turini tanlashga bo'ldi. Buni do'stlar qo'yib boqsa bo'ldi. Undan keyin sayohat turi, odatda buni ko'p ishlatmaymiz ekan. Undan keyin a'zolar turi. Bu a'zolar turi degan nima desa, bu yerdan foydalanib biz yangi a'zo, munbardagi eng aktiv a'zo yoki eng ko'p tema yo'llagan a'zo, eng ko'p inkas yo'llagan a'zo, jug'lanmasi hammadan ko'p yoki bunday qilganda boy a'zolar qatorliqlarni biz mushu bilak turidan foydalanib chiqaramiz. Odatda boshqa bilak turi do'stlarni o'linish ham statistik qismi bayonqa ko'rgazma turidan bor. Undan keyin darvoza turi. Adat bularni ko'p ishlatmaymiz. O'yli turi. Bu a'zolarning o'ylashiga munosabatli har xil albom rasmlari, kunlik xotiralari yoki bunday qilganda kunlik xotiralari, blog, undan keyin a'zolar yo'llagan rasm qatorliqlarni shuni baynab chiqarsak bo'ldi. Mana bu munbarniki doimiy bilakniki asosli tushuntirilishi. Undan boshqa ma'runda yana ikkidan tur bor. Buning birisi D unumini bizga taxminiy holda ko'rsatib berdi. Ya'ni D unuminiki unum ko'rsatib. Undan keyin ma'runda birdan tur bor. Yani bu mesela 3 bulun belgesini yang akaga mas saqlash degani biz ma'lum bir mashg'ulotni qilib yoki debilakni yasab bo'lganiga mushuni besbasak buni saqlaydi. Undan keyin qaydirish degan gap asli oldiga bir qadam qaytirdi. Ma chiqarish degani shu DIY bosh bilakni bizga shimal hujja shaklida saqlab turdi. Ma akrish degan gap boshqalar tayyor yasab qo'ygan badqiliblarni mushuni akrish degani bas saqlab mana hujjani ko'rsatmaydi. Biz bayam chiqarib olgan masalan Buloqchanniki shu portal index page hujja shu mana tanlablam cho'rin qilib versam hozir
Asli baş betlikler asliga keldi. Boshqa ta'minlab bergan bosh bet hujjatini shuni bayonlab agirsak bo'ldi. Onun keyingisi yangilash. Bekirmiş bosh betlik barliq qushlarni yangilab berdi. Undan keyingisi quruqlash. Ya'ni bosh betlik barliq deybilaklarni quruqtib o'tadi degan gap. O'sman buni quruqtib o'tay, undan keyin saqlab etdim. Mana bu DIY bilakninki asosliq tuzilishi. Shunchalik darsimiz tushunchi bo'lsin, keyingi soatdan baylanib rasmiy shu bosh betlikni yasashni davomlashtirib o'tamiz. Darsimiz shagacha bo'lsin. Xayr xo'sh.